Hurmatli kuzatuvchilar, Sharof Rashidov tumani Qo'chqo'pardan shu to'g'risida kottejlarda mana shunaqa kottejimiz sotilyapti ekan. 6 sotix, razmerlari 20 ga 30. Ana shuni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana shu kirib kelishlaring bilan chiroyli, akkuratniy hovli. Mana shu mashina uchun naveslari ham bor ekan. Mana bu tomonda hovlimizda mevali daraxtlar bor. Ko'rishlaring mumkin. Mana shu hovlining chekkasida o'zini razdelniy hojatxonasi bilan kladovkasi ham bor. Ko'rishlaring mumkin, mana bu tomonda yerlari ham bor. Ekin-tekin, gul-pul, ko'chat qilaman desalaring. Mana bu tomonda qo'shimcha qurilishlar bor. Mana naves qilishgan ekan. Standart kottejlardan farq qiladi. Hozir uyni ichini ham ko'rib chiqamiz. Mana shu asosiy uyga kiramiz. Mana shu tomonga katta shkaf qo'yib, garderobniy zona qilsalaring bo'ladi. Mana bu tomonda oynalar bor ekan, keng yo'riq. Hop, kiramiz, katta hol, mana shunaqa katta hol, mana shunaqa joylarga mebel, televizorlar qo'yib, o'xshab foydalansalaring bo'ladi. Mana bu tomonda burchakda oshxona bor ekan. Oshxona ham yop-yorug' bo'lib turibdi. Oshxonadan chiqamiz. Mana bu tomonda katta zal, mehmonlarni kutib olish uchun. Mana shunaqa keng zal. Mana o'ng qo'l tomonda sanuzelimiz bor. Mana bu tomonda spalni qilsalaring bo'ladi. Spalnining o'zini razdelniy sanuzeli bor, mana ko'rishlaring mumkin. Chiqib kelishimiz bilan mana shuni detskiy qilasizlar. Detskiy bu bolajonlar uchun. Xonadan chiqqanimizdan keyin yana bitta detskiy bor. Xohlasalaring buni o'zlaring uchun moslab boshqacha xona qilsalaring ham bo'ladi. Xo'p, mana shuni oxirida mana sanuzelimiz bor ekan. Mana dushanba kabinkali sanuzelimiz bor. Ma'lumot o'rnida mana shu chiqib kelgan sanuzellarimiz hammasi to'pli polda. Oshxonada ham o'zini katta alohida podvali bor ekan. Mana bu ko'rgan patologlaringni ham mog'orga qarshi katta qalin qilib lumbas qilishgan ekan. Ya'ni hamma kottejlarda ham bunaqa narsa yo'q. O'zlari uy egalari bu yerda o'zlari yashashlari uchun avtorskiy qilib ozgina o'zgartirishlar kiritishgan ekan. Mana shu ko'rib turganlaring isitish tizimi, radiatorlari vaqtinchaga yechib qo'yilgan ekan, yana joyga qo'yib berishar ekan. Mana shu uyda butun polni tagi, butun qismi qalin betondan qilingan ekan. Uyimizni ko'rib chiqdik. Uyimiz haqiqatda akkuratniy, toza uy. Narxi $69,000 ekan. Naqd ipotekaga ham bemalol variant qilsalaring bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat.